bizning sayyoramizga har kuni juda ko'plab meteoritlar yaqinlashib o'tadi. Jiddiy aytyapsanmi? Har kuni? Albatta-da, har kuni 5 tonna. Baxtimizga ulardan hech biri Jin ursin, qayerdan uchib kela qoldi? Dada qarang, nima bo'ldi? Xo'sh, nima bo'pti? Tishim tushdi. Qani berchi. Oyna rasvo bo'ldi. Rossiyaning bor go'zalligini ko'rish uchun teparoqqa ko'tarilish kerak deb o'ylayman. Dada, biror yuqoriroq yerga boramizmi? Igor, chin tushgan joyini tiling bilan berkit. Dada, chindan ham men aytgan joyga boramizmi? Boramiz. Faqat kamarni taqib ol. Sumkangda tirnoq bo'yog'i bormi? Nima uchun? Oynani dars ketgan joyiga surib qo'yish kerak. Bo'lmasa, yoriq kengayib ketadi. Shuni ta'kidlash kerak. Na meteorit, na asteroid, na ularning yomg'iri yerga hech qanday xavf Bu solmaydi. yaxshi emas. Nima uchun? Ular xavf yo'q dedimi? Aniq boshimizga nimadir yog'iladi. Hazillashdim. Hazil. Shuni ta'kidlash kerak. Yulduzlar yomg'iri 24 soatdan keyin sodir bo'ladi.